Kanada parlamentinin Avam palatasi 22 fevral Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi taklif loyihasini ovozga qo'yib, uni mutlaq ko'p sonli ovoz bilan ma'qulladi. Irqiy qirg'inchilik taklif loyihasi Avam palatasida nolga qarshi 266 ovozning qo'llashi bilan ma'qullandi. Ma'lum bo'lishicha, taklif loyihasi Avam palatasiga ko'pchilik o'qituvchi parlament a'zolarining qo'llashi, shuningdek, hokimiyat beshidagi liberallar partiyasidan bo'lgan bir qism parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Kanada hukumati nomida ovozga qo'yishga qatnashgan tashqi ishlar ministri ovoz berish huquqidan voz kechgan. Lekin tashqi ishlar ministri Mark Garneau parlamentga bilet tashlashdan keyinla bu qaror haqida yozma bayonot e'lon qilgan. U bayonotida rayondagi xohlagancha tutib turish, qayta tarbiyalash, majburiyat emgaki, qiynash va majburiy tug'maslik qatorliq og'ir kishilik huquqi daxl taruz qilish qilmishlari bizni davomli parokanda qiladi degan. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab 22 fevral Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga murojaat so'zi qilib, ularni Sharqiy Turkistondagi lagerlarni tekshirishga darhol odam avatishga chaqirdi. U so'zida Sharqiy Turkiston vaziyati biz hal qila oladigan doiradan halqib ketdi. U yerda yuz berayotgan qiynashlar, majburiy emgak, ayollarni tug'mas qilib etish qatorliq qilmishlar to'limi qabih va keng doiralik bo'lib, ko'lamlashgan sanoat shaklida yuz berayotdi deganlarni o'tirg'a qo'yib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ogohlantirish berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 46-qatimliq yig'inida so'z qilgan Raab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari yoki boshqa bir mustaqil mutaxassisning rayoniga darhol kirib tekshirishga ruxsat berilishi kerakligini aytdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlut Cavusho'g'lu Turkiya Sharqiy Turkiston rayonining kishilik huquq vaziyatini yaqindan kuzatyapti dedi. Cavusho'g'lu sin yig'ini usul orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 46-qatimliq yig'iniga qatnashdi. U Turkiyaning Sharqiy Turkiston rayonidagi kishilik huquq vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining natijasi va boshqa xalqaro dokladlarga ko'ngil bilamiz. Biz Xitoy doiralari bilan bu vaqtdagi andishimiz va umidlarimizni o'rtoqlashimiz. Biz bu jihatda ochiq-oshkora bo'lishni umid qilamiz. Turkiya Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilish bilan bir vaqtda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlarning kishilik huquqini qo'g'dashning muhimligini ta'kidlaydi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oliy komissar vakillar o'mikining rayonga ziyoratga kelishiga munosabatli taraqqiyotlarni davomli kuzatamiz. Xitoyning taklifiga binoan bizmo vakillar o'mikimizni rayonni ziyorat qilishga avatimiz. Yaponiya vaqti to'rining 22 fevral e'lon qilgan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning 12 cho'ng shirkati bir belgilama tuzgan bo'lib, bu belgilama orqali Xitoyning majburiy emgakdan naf oladigan shirkatlar bilan savdo munosabatini uzmoqchi ekan. Amerika, Angliya qatorliq davlatlar Uyg'ur rayonidan kirgizilgan paxta mahsulotlari va boshqa buyumlarga cheklama qo'ygandan keyin Yaponiya korxonalari mo besimga duch kelgan bo'lib, kishilik huquqni dafsanda qilish badaliga foyda topadigan Xitoy shirkatlariga qarshi harakat qo'llanishi talab qilingan. Bularning ichida Toshiba, Sony, Hitachi qatorliq 12 shirkat belgilama tuzib, Uyg'urlarning qon tarini sumirayotgan Xitoy shirkatlari bilan bo'ladigan savdosini to'xtatadiganligini bildirgan. Yaponiya hukumati Xitoyning g'azabidan ansirab, bu masalada izchil pasib bo'lib kelgachga, Xitoyga qarshi tadbir qo'llanmaganligi uchun tanqidlanib kelgan. Xitoy tashqi ishlar ministri yangi Amerika hukumatining tashqi siyosatini baholash va qayta ko'zdan kechirish bosqichida ekanligini, Amerika siyosatlarini o'zgarsa iqlim o'zgarish va Xitoy virusi qatorliq sohalarda hamkorlashishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Wang Yi Xitoyning barliq tadbirlarini yo'lga qo'yib, Amerika shirkatlarining savdo sohasidagi huquqini qo'g'dashga tayyor ekanligini ta'kidlab, Washington hukumatining Xitoy tovarlariga qo'ygan keraksiz tamojna beji va Xitoy shirkatlariga shundoqli tadqiqot va ma'arif organlariga yurgizgan bir taraflama embargolarga hamda Xitoyning texnika taraqqiyotini to'sish urinishiga xotima berishi kerakligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Price bo'lsa, Wang Yining so'zini Xitoyning yana mas'uliyatdan qochishi deb atadi.